Hörmətli mehmanlar, bugünkü Novruzluq bəzmimizə yürəgiga sığınış hisanı silib, muğluq avazıga yurt muhabbetini qoşub bir aziz mehmanimiz çoğ ekran orqali o'zining Novruzluq salımını ko'pchilikka yo'llamoqchi ekan. Qaynamsi nazaringlar ekranimizda bo'lsin. Assalom aziz qarindoshlar. Beyjingda mushundaq katta Novruz bo'lganligini anglab bekmi xush bo'ldim. Xizmat munosabati bilan naq maydonga borolmadim. Naqsham bilan sizlarga salom yo'llayman. Atam